yilda Samarqand viloyatida ziyolilar oilasida tavallud topdim. Hozir oilaliman. Yoshim 45da, 3 farzandning onasiman. Har kuni nonushtadan so'ng turmush o'rtog'im va farzandlarimni o'qishga, ishga kuzatib, o'zim esa mana shu ekkan rayhonlarimni hididan bir zum bahra olamanda sevimli ishim tomon yo'l olaman. Mening pedagogik faoliyatimga qariyb 20 yil bo'ldi. 2020-yildan boshlab respublika imkoniyati cheklangan shaxslar uchun ixtisoslashtirilgan maxsus texnikumda ijtimoiy fanlardan dars berib kelmoqdaman. Men imkoniyati cheklangan o'quvchi yoshlar bilan ishlar ekanman. Mening o'y-hayollarimni bu bolalar uchun men nima qilib bera olaman? Kelajagi uchun men mas'ulman-ku degan o'ylar hayollarimga cho'g'adi. Bu esa meni yana va yanada ishlashga da'vat etadi. Shu sababli men kelajak uchun biz mas'ulmiz degan shior ostida o'quvchilar bilan ko'plab ochiq darslar, seminarlar, seminar-treninglar, davra suhbatlari, bahs munozaralar, zakovat o'yinlari, muzeylarga ekskursiyalar va muqaddas qadamjolarga sayohatlar kabi tashriflarni uyushtirdim. Bugungi kunda davlatimiz rahbari tomonidan islohotlarning olib borilishi nogironligi bor shaxslar uchun ko'plab imkoniyatlarni bermoqda. Aynan 2020-yilda qabul qilingan nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlari to'g'risidagi O'zbekiston qonunining yangi tahriri buning yaqqol isbotidir. Davlatimiz nogironligi bo'lgan bolalarning bepul umumiy o'rta, qo'shimcha, o'rta maxsus va professional ta'lim olishini kafolatlaydi. Nogironligi bo'lgan o'quvchi yoshlarni har tomonlama va uyg'un rivojlantirish, ularda ijtimoiy faollikni shakllantirish, mehnatga ishtiyoq uyg'otish, ularni ilm-fanga, texnikaga, san'atga va sportga jalb etish maqsadida ta'lim muassasalari nogironligi bo'lgan bolalarning qo'shimcha ta'limdan foydalanishini, buning uchun zarur shart-sharoitlar yaratgan holda davlat organlari tomonidan ta'minlab kelinmoqda. Hozirgi vaqtda nogironligi bo'lgan o'quvchi qizlarning professional ta'limi ixtisoslashtirilgan maxsus texnikumimizda amalga oshirilib kelinmoqda. Bu esa bizni izchil ravishda ishlashimizda muhim ahamiyat kasb etadi.